Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Keyingi mashinamiz Nexia 3 mashinasi. Bu Gentra'n arkasidan yetib olib, shu kapot, krel azroq yukilyapti. Bunda qilingan ishlar kapota malarka qilib, kraska berganmiz. Krelni shpakotga urib, kraska qilib tayyorlaganmiz. Far qo'yildi, bufer almashtirib berganmiz. Ram qismına kelsak, ram qismida azroq girgan udar bo'lgan payti uni tortib to'g'irlab berganmiz. Girmetlarni o'zini zavod holatiga kelib berganmiz. Xo'p, zazorlarga kelsak, eshik, krel, bufer zazorlar ham zavod holatına kelib berganmiz. Ideal holatda hozir video davomida jarayonni kuzatib borishingiz mumkin. Bu ishimiz klientdan juda yoqdi. Pastda nomer qoldiramiz. Agar kimgadir shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Pavorotnik qismına e'tibor bermemiz sebebi udar paytida singan joylar bor ekan. Egasi yangidan qo'ydiradigan bo'ldi. Ustalarimizni ishine gap yo'q. Har qanday turdagi mashinani, har qanday avariya holatidan zavod holatına kelib sifat darajasida ishlaymiz. İşimize garantiya beramiz.